Agar bu kichik sirlarga ega bo'lsangiz, gullarni o'stirishni hatto bog'bonlar ham sizdan o'rganadi. Birinchi sir: asalni olib atirgulning tagini ho'llang. Uni kartoshkaga joylashtirib, so'ngra yerga ko'ming. Endi kartoshka va atirgul o'rtasidagi do'stlik shunday kuchayadiki, atirgul tezda o'sadi va kartoshka bilan birgalikda yangi hayotga qadam qo'yadi. Ikkinchi sir: plastik butilkaga kichik teshiklar oching. Sukuletni joylashtiring. Ular bir muddat o'sha teshikdan chiqa olmaydi, lekin 4 hafta o'tgach sukuletlar yangi do'stlarni kutib, yangi o'sishni boshlaydi. Uchinchi sir: barmog'ingiz bilan bananni teshing, aloe vera o'simligini joylashtiring va uni gul tuvakka eking. Aloe vera sizni o'zining eng yaxshi do'sti deb bilib, tezda o'sishni boshlaydi. Beshinchisi: mango yegan bo'lsangiz, uni tashlamang. Urug'ini olib, hojatxona qog'ozi bilan o'rab, suv seping. Paketga solib, gul tuvakka eking. 3 yil o'tgach mango sizga do'stlik tarzida o'z mevasini taqdim etadi. 6-si: kivi urug'larini olib, hojatxona qog'ozi bilan o'rab, ustiga suv sepib qo'ying. 10 kun o'tgach kivi o'simliklari salom deb yangi hayotni boshlaydi va 5 yil o'tgach mazali kivi hosil bo'ladi. Foydali bo'lgan